Assalomu alaykum. Bugun juda ko'p aytilayotgan, lekin hamma ham aniq tushunib yetmaydigan bitta mavzu haqida gaplashamiz. Tashqi qarz. Kimdir uni xavf desa, kimdir esa taraqqiyot uchun kerakli vosita deydi. Xo'sh, haqiqat qayerda? Tashqi qarz o'zi nima? Juda sodda qilib aytaman. Tashqi qarz bu davlat yoki davlatga tegishli tashkilotlar tomonidan qaytarish sharti bilan ma'lum foiz to'lov evaziga chet eldan jalb qilingan pul. Ya'ni xalqaro banklardan, moliyaviy tashkilotlardan, xorijiy investorlardan, boshqa davlatlardan olingan mablag'lar. Tashqi qarz bu davlat uchun og'ir yukmi yoki kelajak uchun qurilayotgan poydevormi? Buni oddiy misol bilan tushuntirsam, agar inson qarz olib to'y qilib yuborsa, bu yuk bo'ladi. Lekin agar u qarzni uy qurishga, biznes ochishga, daromadli ishga sarflasa, bu investitsiya bo'ladi. Davlatda ham xuddi shunday. Agar tashqi qarz yo'lga, elektrga, toza ichimlik suviga, maktab va shifoxonalarga ishlab chiqarishga sarflansa, bu kelajak uchun qurilayotgan poydevor bo'ladi. Ko'pchilik tashqi qarz deganda bitta raqamni tushunadi. Aslida esa ikki xil hisob bor. Davlat tashqi qarzi, umumiy tashqi qarz. Davlat tashqi qarzi bu hukumat nomidan olingan va davlat kafolatlagan qarzdir. Umumiy tashqi qarz esa bu davlat bilan birga banklar, kompaniyalar, yirik korxonalarning xususiy davlat kafolatisiz tashqi qarzlarini ham o'z ichiga oladi. Shuni ham aniqlashtirib ketish lozimki, xususiy olingan qarz uchun davlat majburiyat olmaydi. Endi eng muhim savol. O'zbekistonning tashqi qarzi qancha? Bu savolga aniq javobni mutasaddidan eshitamiz. O'zbekiston Respublikasining davlat qarzi 2026-yil 1-yanvar holatiga 46,9 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan. Shundan davlat tashqi qarzi 39,8 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Biroq O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi, ya'ni davlat tashqi qarzi va korxonalarning xususiy tashqi qarzi qo'shib hisoblanganda 2025-yil yakuniga ko'ra 82 milliard AQSh dollaridan oshgan. Aniq raqam aytildi, ammo bu raqamni eshitib, sizu bizda qator boshqa savollar tug'iladi. Shuncha qarz xavf emasmi? Bu pullar nimaga sarflanyapti? Tashqi qarz yuki xalq zimmasiga tushmaydimi? Sizdan aniq savol, bizdan aniq javob. Tashqi qarzning xavf darajasi qarz olayotgan davlat yoki korxonaning daromadiga va albatta uni mazkur qarzni qaytara olish qobiliyatiga bog'liq. Misol uchun, daromadiga qarab kimgadir 100 dollar qarz ko'p bo'lishi mumkin, kimgadir esa 10 milliard dollar kam bo'lishi mumkin. Davlatlar misolida aytsak, mamlakatlarning daromadi bilasiz, o'sha mamlakat hududida 1 yil davomida ishlab chiqarilgan tovarlar va ko'rsatilgan xizmatlar yig'indisi bo'lgan yalpi ichki mahsulot hisoblanadi. O'zbekistonda mazkur ko'rsatkich 2025-yilda qariyb 147 milliard dollarga yetdi va yil yakunida davlat tashqi qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbati 27,1% ni tashkil qildi. Bu xavfsiz daraja hisoblanadi. Tashqi qarzning o'zi xavf emas, uni qanday oldingiz va qayerga sarfladingiz. Asosiy masala shunda. Chunki dunyoda tashqi qarzi bo'lmagan davlat deyarli yo'q. Hatto eng kuchli iqtisodiyotlar ham qarz oladi. Nega? Chunki katta iqtisod hamma narsani faqat bugungi pul bilan emas, ba'zan kelajakdagi o'sish hisobidan ham quradi. Tashqi qarz xavf emas. Agar loyiha samarali bo'lsa, iqtisodga foyda bersa, ish o'rni yaratsa. Tashqi qarz xavf agar samarasiz sarflansa, shaffoflik bo'lmasa, daromad keltirmasa. O'zbekistonda bu borada me'yor bormi? Ha, bor. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra davlat qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60% dan oshmasligi kerak. Shuningdek, davlat qarzi 50% ga yetsa, hukumat qarzni pasaytirish bo'yicha choralarni Oliy Majlisga kiritishi kerak bo'ladi. Hozircha O'zbekiston ushbu chegaradan ancha pastda. Demak, rasmiy xavf chizig'idan chiqib ketilgani yo'q. Lekin me'yor bor ekan, intizom ham bo'lishi shart. Bu pullar nimaga sarflanyapti? Odamlar eng ko'p so'raydigan savol ham shu. Qarz olinsa, u pul qayerga ketyapti? 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, tashqi davlat qarzining katta qismi budjetni qo'llab-quvvatlashga, energetika sohasiga, qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligiga, transport infratuzilmasiga, uy-joy va kommunal sohalarga yo'naltirilgan. Ya'ni bu pullar asosan elektr tarmoqlari, yo'llar, suv ta'minoti, infratuzilma, ijtimoiy sohalar uchun ishlatilyapti. Bu yaxshi. Budjetni qo'llab-quvvatlash nima desangiz, bu davlat tomonidan infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, jumladan yo'llar, maktablar va shifoxonalarni qurish va ta'mirlash, aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturlarini moliyalashtirish va boshqa shu kabi xarajatlarni o'z ichiga oladi.
yo'l, elektr, suvni qarz olmasdan byudjetdan qilsa bo'lmaydimi? Bo'ladi, lekin hammasini bir paytda qilish qiyin. Chunki davlat budjeti faqat yo'l, suv yoki elektr uchun emas. Budjetdan yana maoshlar, pensiyalar, nafaqalar, maktablar, shifoxonalar, xavfsizlik, ijtimoiy xarajatlar ham moliyalashtiriladi. Davlatning ham puli cheklangan. Agar faqat budjetga qarab ish qilinsa, ko'p yirik loyihalarni juda uzoq kutishga to'g'ri keladi. Masalan, elektr tarmog'ini yangilash, katta suv inshooti qurish, temir yo'l yoki yirik trassa qilish kabi ishlar juda katta pul talab qiladi. Shuning uchun ba'zan davlat kelajakda iqtisodga foyda beradigan ishni hoziroq qilish uchun tashqi mablag' jalb qilaman deydi. Bu mantiqiy yondashuv. Tashqi qarzni to'lash kelajakda xalq zimmasiga tushmaydimi? Agar davlat qarz olib zavod qursa, yo'l qilsa, elektr tarmog'ini yaxshilasa, ish o'rinlari yaratsa, bu qarz keyinchalik iqtisod orqali o'zini oqlaydi. O'zbekistonda aynan shunday strategiya yo'ldan borilyapti. Masala faqat qarz bormi, yo'qmi degan savolda emas. Masala u qanchalik foydaga aylanayotganida. Ana shu yerda hamma narsa oydinlashadi va haqiqat raqamlarda ko'rinadi. Bu aniq.